15-asr oxiri Andijon osmonida bir nur porladi. Bu nur tarix sahifalarida o'chmas iz qoldirgan buyuk siymo Zahiriddin Muhammad Bobur edi. 1483-yil u hukmdorlar sulolasida tug'ildi. Ammo taqdir unga faqatgina taxt emas, og'ir sinovlar, ayriliqlar va mashaqqatli yo'llarni ham ravo ko'rdi. Bobur juda yoshligidan hayot maktabiga kirdi. U yutqazdi, yiqildi, ammo hech qachon taslim bo'lmadi. Chunki uning qalbida ikki buyuk kuch yashardi: jasorat va ilmga muhabbat. Bobur nafaqat qudratli sarkarda, balki nozik didli shoir, teran fikrli mutafakkir edi. U qilich bilan yurtlarni zabt etdi, qalam bilan esa qalblarni. Bobur qoldirgan Bobur nomi oddiy xotiralar emas, bu asar o'z davrining tirik guvohi. Unda tarix bor, unda tabiat bor, unda inson qalbining quvonchi ham, dardi ham bor. Bobur o'z asarlarida vatan sog'inchini yashirmadi. U yiroqlarda bo'lsa ham Andijonni, ona yurtini yuragida olib yurdi. Uning she'rlari samimiy, sodda, lekin nihoyatda chuqur. Bobur so'z orqali inson qalbiga yo'l topishni bilgan buyuk ijodkor edi. U barpo etgan davlat, tarix, u yaratgan meros abadiyatdir. Bugun Bobur nomi faqat darsliklarda emas, balki xalq qalbida yashaydi. U bizga shuni o'rgatdi: ilm va jasorat birlashsa, inson nomi asarlar osha yashaydi. Zahiriddin Muhammad Bobur millat faxri, tarix g'ururi, kelajak avlod uchun ibratdir. Bugun biz buyuk ajdodimiz tavalludini ehtirom bilan yod etamiz.